Birinchi bo'pti, biz ochib turamiz. Restoran nomini nima qo'ying? Restoran nomini nima qilaylik? Yer haydarlar chichyordizu. Invalidlar uchun pizdes. Somsaxona. Somsaxona qilaylikmi? Somsaxona go'mi? Da, somsaxona qiling, somsaxona qiling. Ko'ringchi. Somsaxona bo'laveradi, ketdik. Yuringchi, qanday ishlaymiz bu yerga? Xush kelibsiz. Kompyuterimizni yoqamiz birinchi. Boring kompyuterni yoqing. Eshikni oching. Yo'q, eshik ochildi-yu. Kompyuterimiz qani ekan? Ketdik og'a, yukni qabul qilaylik. Isuzu keldi. Gruzchik so'kadi. Biroq chiqinglar vallahi. Gruzchik so'kadi. U ana signal cholyapti. Davay toshlaylik. Shunda tuvalga kiribsan, nima deysizlar o'g'la? Ha, yo'q, mana kelyapti. Birinchi klient. Chiroyli. O'to'lla nariyoqqa. Nariyoqqa o'to'lla. Kel. Savdoda. Keling, brat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka. Assalomu Xush kelibsiz. Halol burgerga xush kelibsiz. Somsaxonamizga. Hello deyapti. Hello. What you need? Nima berdi? Nima zakat qildi og'a? Siz ushlab ko'ringchi buni nima? Bitta gamburger ekan. Bitta gamburger $10 ekan. $10. Vaqt qani? Mana gamburger tayyor. Tayyorni bering. Gamburger tayyor. Patnis qani patnis? Olib kelaman. Uni bermanglar, yangi tayyorlab beringlar, biladi. Kim yo'q? Armanli. Haybobda. Bir ban qo'yinglar-chi. Keldi, o'zim olib beraman. Tayyor demaysizlarmi bu zakazni? Olib bering. Mana sizga bitta burgeringiz. Bitta yeb ko'ringchi. Qanday ekan ta'mi? Nima deyapsiz? Yuring. O zo'r deyapti. Yo'qdi. Bilay, bo'ldi. Qarab turib. Opan zakasini qabul qilinglar. Opan to'g'ri. Oldim. Opani ko'rmayapman. Mana. Ikkita anaqa go'sht qo'shamiz ekan. Damay. Qani? Men o'zim qilaydi. Anaqa bo'ldimi? Ketib olib keldinglar? Ikkitalik. Yo'q. Keling, go'sht pishiring og'a. Yo'q, mana ikkita go'sht bor, shunday qo'yib yuboring. Qog'oz qo'yinglar. Mana qog'oz. Qog'oz qo'yinglar, qani biladi. Qog'oz qani jalablar. Qo'ydim, stolga qo'ydim qog'oz. Bo'ldi. Menga qo'yib qo'ying. Go'shtmi? Ketchuplarimiz yo'q. Ketchuplar zakaz qilinglar. Bo'ldi, ketchup. Qoling, yoping. Opa keldi. Pakevat qiling. Mana. Patnis bering. Oddiy burger. Kimga olib berib buni? Nechinchi stol? Nechinchi stol? Bilay, men ko'rinmayapti. 11. Uchinchi cheksiz Ha, zakaz. bilay, ikkita ekan. U bilan balay ikkitalik burger emas ekan, kichik ekan bular. 11. Yo'q. Bitta zakaz qilgan. Bitta zakaz qildimmi? Anami? Cherog'i bulutcha tayyorlang. Ha. Narsa pishyapti. Hozir. Kasaga siz o'tiringda, davrik. Ha, men qarab turibman. Tayyor. Qarab turibman. Go'shtlarimiz nima bo'ldi? Pul berishmadi-yu. Opa kelyapti. Pul bersa kerak-da, chiqib ketayotganda. Bittadan indamasdan pul bermadi. Chivi bermasmikan? Hello. Uring-unda. Hello deyapti. Hello. Men o'zim. Ikkitalik kotlet bilan bitta burger yana bo'ldi. Двойной burger. Og'a. Bu kimning zakasi? 3-stolda zakasi ekan bu. Hali tayyor emas. Tayyorda patnisga hisob berasiz. 3-stolga bitta oddiy burger, bitta двойной burger. Doyno burger. Og'a. Bitta go'sht berib yuboring, pishgan bo'lsa. Arji, kuydirib faqat. Sekund. Bo'lay, hamma sizga qarab turibdi, jalab. Pishirib yuboring, tashlab yuboring go'shtni. Qani, kim pul bermadi, o'lib kelam. Mana o'tiribdi-yu. Ono birinchi yeb chiqib ketgan. Menga tashlab chiqib ketadi. Burger sabrat qiling. Bo'ldi. 3-stolga davri ketdi, bitta patnis tayyorlang. 3-stolnikimi? Davrik nima qilyapti? Barmoq urib o'tiribdimi? Qani. Mana patnis. Davrik zakaz oling. Bilay, mayli. Boring, olib bering 3-stolga. Nechinchi stol? Yana bitta go'sht qo'ying, yana bitta go'sht. Bitta burger bo'ldi yana bitta. 3-stolga yopdingizmi? Kotlar eshak go'shtidan burger qilib boykot qilish kerak. Eshak go'shtidan emas, mol go'shtidan. Yaxshi ham ko'rdinglar. Rahmat. Tayyor, go'sht tayyor. Bitta двойной, bitta oddiy. Bitta двойной ketyapti mana. Patnis tayyorlang. Двойной ketdi. Olib ketding. Ikkitalik двойной. Gamburger, bitta go'sht bering. Hozir tayyor bo'lyapti. 17 qada o'tiribdi. Qanaqa cho'chqa go'sht emas, halol go'shtlar bizda. Kassaga qarang, kassaga qarang. Odam keldi. Отказ berib yubordi mana u. Bilay, kotlet normallik qiling. Keling, xush kelibsiz aka. Cho'tga pishgan, suxoy deyapti. Suxoy deyapti, jalab. Qilgan ekan. 3-stolmi? Bilad. Mana klientlar ko'ryapti, kim ko'ryapti? Mana otsak bo'ladimi? Mana nima qilamiz endi? Axlatga tashlayveramizmi bu burgerni? Sal normalniroq, sal tayyorlash ashilmasdan. Xullas, bitta panos deydi. Chek 6-stolda kim o'tiribdi-da? Bitta ko'ringlar. Xono operasi kutib olmadim. Ma pullarni oling-da, keyin stollarni ham tozalab chiqing-da, davrik. Ma patnisni qanday tozalaydi ekan, davrik? Men tushunmadim shu joyda. Ashuni tushunmadim men ham. Kotlet tayyor. Xos. Qaranglar, kassaga qaranglar. Pizdesi bu ish qiynagani. Qarang mana. Bittalik tashimonga qo'y. Qanaqa zakazlarimiz bor? 6-stol, hammasi bittalik. Dalbek, mana shular patnisga qo'yib qo'ying. 13 ga bittalik, 12 ga ham bittalik. Musurga olib borib bosing. Bo'ldi, hozir. Chat o'qing tero deydi. Bilay, mana ishlar yonyapti-yu aka. Chat o'qolmaymiz hozir.
17 ga kim qarayapti? 17 qani? Mana 17 dagi aka chiqib 17 ketdi. atmay berib Qani axlatimiz? Go'sht tayyor, tero, qarang, klientlar atmen qilyapti. Uzr. Sen aytib berdi, jallab, go'sht tayyor deb. Hi. Ey, Hay. salom, Opa keldi, hello deyapti. Qay keldi deyapti. Cho'tan bittasi maza qilib yubordim-ku. 12-stol qani bizda. Akajonim mana zakasiz. Billahi maza qilishyapti. Ajib mana shunaqa go'sht tayyorlang. Oddiy sho'ryapti. Go'shtlarga. 17 dan. Voynoyda go'sht Billahi tayyor. bitta chek tashlaverdim, adashib. Kimdir chekini tashlaverdim men hozir. Voy bila, necha edi? 17 Voy, ga voy. bitta oddiy burger. Boring Oddiy yordam emasmidi? berib Billahi. men o'zim qarang. Двойноymidi akaga? Voynoydagi tayyor, og'a, voynoydagi tayyor. 17 двойной aytdi. 17 двойной aytdi. Qarang, chekkada turibdi mana tepada. Hamburger sabr aytib bering, og'a. 17 ga двойной bitta. 17 ta oddiy, двойной emas. Ay billahi uzr. Qochdim, go'sht tayyorlanglar. Qancha o'zim. Go'sht tayyor mana uchta, yana kerakmi? Hozir. Pulni oldim. Pullarni oling, ha, ular turib chiqib ketayotganda shuni stoliga tashlab chiqib ketyapti. Mana 11nikini berib yubordim. 17 ga Hozir двойной go'shtimiz qolmadi. edi. Go'sht zakaz qilish kerak. Qiling. 17 ga двойной edi, meni esimda bor. 11 ga berdinglar hozir. 17 ga. Qolgan narsalarimiz bormi? Hamma narsamiz bormi? Ha, двойной 17 ga Odam ketyapti. keldi, odam. Qolgan Mana hamma bitta yo'q. двойной 17 ga mana. Chek bermaysizlarmi? Billahi 17. Davrik moshinani qabul qilib Ha, yuboring. tashlang. Ey, Tashlang, qo'ying. Gamburger. Bittalik gamburger. 4-stolgami? Nechinchi stolga bu? Mo'aka kutib olmadim. Billahi, ol skiver. Ey. Mashina keldi, o'g'illar Bittalik qabul burger boradi. bersa bittalik deydi. Endi vaqti bor. Bittalik edi-da, tero. Men Qarasiz rastim bor. ko'rsatib Bor. qo'ygan. Mana Kassaga qarang, kassaga qarang. Ko'z zakaz qilib oldingizmi? Mana Ya, go'shtlar. Men pastga qo'yyapman go'shtlarni. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Aka rahmat, Abdushay. Bitta burger. Pullarni kim tozalab chiqyapti? Pullarni olyapsizmi? Men olyapman. Bo'ldi. Go'shtlar qo'ying, arji. Qog'oz ham tugayapti, jallab. Arji qog'oz zakaz qilib qo'yasiz. Qog'oz bor. Qog'ozlar tugayapti-kanda. Mana go'shtlar og'a, zakazlab bering. Nechtalik burger? Gamburger. Qog'ozlar Bo'ldi, 4 olib tugayapti, keting, 4 olib keting. Cheklarga qarab bering. Bulichka bormi hali? Yo zakaz bering. Bulchka bor hali. Ikkita qol. Yo'q, bor. Bulchkamiz ko'p ekan. Qo'ying shular, 4. Ikkita bo'lmagan zakaz qildim. Aka mana. Nima? Kotlet anaqa suxoy bo'lib qolgan. Eski gamburger deb. Naborot. Voy. Naborot taxlab oldingiz, og'a. Bular savishib. Haydan. Men ayb. Bo'pti. Oyog'ini osmondan. Boring, mahal ketish. Boring, zakazlar qarang, biz zakazlar nima bo'lyapti? Mashina qabul qilib Stari kelyapman. chek, eski cheklar tashlavering. Yangi cheklar kerak bizga. Qarab bo'lmayapti. Mana musulda oldiga kelib turibdi, to'g'ri kimniki? Chekni o'ziga ezasiz ekan. Ana hozir edi. Bu musor tashlab bo'lmayapti-yu. Ahla tashlab bo'lmayapti, borlar? Da, tashlab bo'lmayapti shahar. Nima ahla tashlasa bo'lmayapti? To'tam zakazlarimiz ham yo'qmi? Ha, mana shu yerga tashlaysiz ekanda. To'taq. U o'ylanib 10 soatda tashlayapti, shani. Bilasz, zakaz yo'qmi? Yo'q. Burgerlarimiz uvol olib ketadi yo'lda. Qanday qildingiz? Yeni bosib turdim. O'ynatib yubordim, mishka bilan. Mishkan bitta bosus bo'ldi ekan, nimaga tashlash uchun? Polojichka. To'lib qopti deydi. Yo'q, bu to'lmasa kerak. Buni bo'shatib bo'lmaydi. Mo to'lib qopti. Mana mo to'lib qopti. Ma axlat anaqasini kim qo'yyapti menga? To'lmabdi, olti foiz turibdi. Qog'oz olib keldim, og'a. Aga bu endi uyingizga olib ketasiz. Xazinlikka solib qo'yamiz, ertaga isitib beramiz klientlarga. Ketasiz bo'ldi-da, bilan. Davay, ketdik, mashinaga boraylik, ketaylik, yuringlar. Mon qaranglar, bilan. Davrik ko'ryapsizmi bizni? Xonamiz. Если что. Arjida nomida do'kon. Ketdik, kelamiz. Apparatlarni tushirib ketmaysizlarmi? O'cha apparatlar o'cha. Ertaga kelamiz. Abdushay rahmat, somsog'dan yopinglar. Nima 11 ta klient kiribdi 11 ta bugun? klient topdi. Minusda minus 90. O't bo'lmasa kerak, aka. O'tib bo'lmas ekan-da. Ey, qizlarni o'ramasdan qaytinglar ishga jallablar. Ko'tga yuzinglar bugun hamma. Ertalab Pullarni olinglar-da, klientlar chiqib ketsa, bunday stol ustiga tashlab Oldi. Havasini oldi. Ishxona ochdik. Ham deb ishni ochaylik. Bismillah. ketdik. Og'am, go'shtlar qani burgerlar? Burgerlarimiz Hali yo'q kecha ekan. burgerlar tez isitinglar. Isitib qo'yapman, davay. Bitta 3 ta isitib turaylik, sразу beramiz. Yaxshilab bizni, ya'ni. Ey, 100% o'tib ketmas, ha.
Bo'ldi, cho'tga o'zim qarayapman. Davrik kassir. Da. Men sizman patnislardan terib qo'ydim chiroyli. Ya bugun klient kelmasa ham mana 3 ta burger ham harom. Bu kel. Oddiy burger bitta, oddiy burger. Bo'ldi, harakat ham qilyapmiz-ku. Bugun anaqalar zakaz qilmadik-ku, mayonezlar zakaz qilmadik-ku, mollar. Hali uroveniz ko'tarilgan yo'q. Qani Ularni ha, siz ko'tarishimiz kerak ekanda birinchi biz. Uni Ha, ko'tarish. biznes yuritish ham qiyin ekan. Tamam. Yana bitta oddiy burger bitta. Go'shtlarni bo'lyapti. Oddiy burger. Pishdi. Mollar chiroyli qilib taxlab bergan. Tez, Sразу tez. dirs. O'g'il, men tayyor. Tabirat qiling. Darik ushay. 7 stolniki. Bo'ldi, yetti ketdi. Opa, uka. Plus, Nimada zakaz qilish kerak bo'lsa ayting. Tog'ingiz keldimi? 3-stolga berardim bitta. Bo'ldi, uchinchi stoldan tayyor. Mollar tayyor qilib. Davrik chivi so'ragan uyalmang. O bilay, ikkinchi level bo'ldik. Boring mayonezlar zakaz qiling. Mana. Bo'ldi, yaxshi. Mayonezlar zakaz qiling. Hozir men ketdim. Men go'shim kuyib ketadi, kassir bor. Uchdan ochiladi ekan. O'g'il, kassirga qarang, klient keldi. Patnislaringizni beka qo'ying. Burger. Klient keldi. Oddiy burger. Siz ish kerak, tez. Aski. Ha, kelyapti sizlarni tez pishiring. Nariyada. Bular klientimiz ko'payib ketsa nima bo'larkan ha? Vashi bo'lsa kerak. Ish chaqsa bo'lar ekan. Ish olsak bo'larmikan? Bitta qo'g'irib turadigan ish olaylik. Hozir emas, level ko'tarilgan. O'zi $8 pulimiz bor. O'zim normal Ben go'sht tayyor demaysinmi? Hadi bitta go'sht turibdi-ku. Aytdim-ku. Necha gamburger? Og'a 5 ta go'sht bor. Klientni chaqirib, ko'chaga chiqib chaqir. U kassaga qaradi. Bo'ldi, siz mana yoqimli ishtaha ham deb qo'yiladi. Baqirib yubordi, cho'tga chiqdi. Pullarni olib kelinglar, bitta bir kishi kassaga odam kelyapti, kassa. Hozir. Qaradim. Oddiy burger. Oddiy burger tayyor. Hali stol og'a. Oddiy burger tayyor, olib ketinglar. Hali pul chiqqan yo'q, bo'ldi, ketyapman. Arji dinna qilib betdan. Bo'ldi. 16 qani siz, aka? Boshqa qo'ying, go'sht pishirmay qo'ying. Bu pullarni oldik. Ma'naga nonni bittasini kim yeb qo'ydi? Ma'na nonni yarimtasini kim yeb qo'ydi, bola? Nonni? Ha. Qanaqa non? Ma'na tayyorlab berdim bitta nonni. Bular o'zi minus kishida ekan bo'lsa, unaqa bekitib yemanglar. Arji bekitib yemang unaqa, bilet. Sal bunday Odam kelyapti, go'sht qo'ydi. Og'a yerga tushib ketib o'zim yevordim-da. Mana. Bittalik burgerlar bular, yesiz что? Ikkitalik bo'lsa ayting. so'rab bo'lsa-chi. Daynoy bo'lsa olib beramiz. Oddiy so'radi. Bo'ldi, mana hammasi oddiy mashallah. Tez olib bering. O'tirmaysizdan olib kelaman. No, isrof bo'pti-da. Ko'ryapsizmi? Ashu maza qo'rishyapti. $3 chivi tashab ketishdi. Yo'q-ku. Cho'tga. $13 berdi. $13 yaxshi. Bilaman. Men 2 kotlet qovurib qo'yay. Shartma. Bitta nafsaki двойной qilib qo'yaylik. Ha, bitta двойной qilib qo'yaylik, nafsaki. Ya, двойной yeyishmayapti. Kep qoladi-da hozir. Men nonni yeb qo'ymanglar, menga qo'yib qo'yapman. 3 ta non qo'ydim, 3 ta burger. 4 ta bo'ldi. Arji? Qop. Qo'yib qo'yapman. Aka kamchiliklar yo'qmi? Yerga tushib ketgan ekan, yeyvor. Kola mo'lik. Bo'ldi, xo'p. Nima dedi? Ko'lamiz. Yo'q, Klient kelyapti. Aytib qo'yapman. Tak. Hey, Двойной. Bitta. Aytdim men. Daynoy nonga qo'yib turing mashinga. Mana shu bo'sh patnisga qo'yib turing Daynoy. Boshga qo'ydim. Ha, bo'ldi, svejiy beramiz-da, jalablar. Bilar solmadingiz siz bilan. Nimani solmadim? Ustiga qo'ymading. Bittasini ustiga qo'ying. Nima qilyapsiz? Ustiga qo'yaverardim bittasiga. Lekin men anaqa qilishmadim. Problema. O'yin nomi fast food simulator. Go'shtlar Bo'xton qilyapsiz og'a. Tuhmatga o'zingiz rабочий izga. Bittasiga voy meni. Endi tushundim. Hemen qalam bilaman. Shashilakka olaman. Двойной tayyor bo'lib qoldimi? Odam kelyapti. Strimga kirgan like'lar bosib qo'ying. Miyasi tayyor, go'sht tayyor og'a. Двойнойda go'sht tayyor. Hozir bir. Keling aka. Bitta oddiy. Bo'ldi, oddiy tayyor. Oddiy tayyor, oddiydi. Sразу beringlar. Ha, bilaman. O'tirishiga qo'yib qo'yinglar. O'tiring brat. Двойной nima bo'ldi? Cheki bilan berardi. Двойной tayyor demayapti yo'q. Davay, mana chekini qo'ying og'a. Двойной qani? Mana Двойной tayyor ham deb qo'ymayapti-da. 17 ga tezroq ketib qoladi. Tez ishlaylik mana 17 niki tayyor, 17 ga beringlar. Chekini bering og'a. 17 ketdi. Qani 17 ketib boribdi. Ha, bo'ldi topdim. Sizga 17 ni ketkizmanglar, klient qochirmanglar, o'g'illar. Arji bilat, nimaga shoshilasiz? Tak, mo 3 taniki tayyor, 3 ta burger, mo Ketdi, Arji harom qildi. Og'a minus o'zib yozib ketdi. Sen ko'takansan dedi. Mana qaytinglar bilan zalga chiqmang. Men chiqmayman zalga. Go'sht pishiraman. Go'sht pishirib yuring. Qanaqa ekan? Двойной gamburger. Двойной dedi. Двойной yo'q. Двойной ekan. Двойной pishiring.
Mon qanaqa chek? Ikkita burger berib qo'ysak. Stariy chek Ha, deydi. ketib bordi-yu hozirgi. Ha, bo'pti tashlab yubordim. Mo bittali burger. Bo'ldi. Burger va bertgan. Bunday qiling, undan ko'ra sveji burger deb soting unaqa. Bo'ldi, uslashib. O'yin qachon pishirilgan deb. O'yin pulli. Da, o'yinning narxi $9. Streamga kirgan like-la bosib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. O qaytib kelgan anaqa buni eplab bir bola. Burgermi? Nimaga qaytib keldi? Harja chiqib qo'ydi-yu unga. Tashlab yubordim buni. Отказ dedi. Tashlab yubordim. Tushirib yubordim yerga, og'a. Aske, bala minusga ishlayapmiz. Nasib ekan. Klient ko'zini yonida tushib ketdi qoldi. Usul bilan chiqib Двойной. ishga. Ko'p. Двойной. Yana двойнойmi? Bilay, двойной bugun Da. ko'payib ketganmi? Mo ikkita burgerlarni sotib oldik. Mana patnis. Hozir og'a ikkita двойнойda go'sht tayyor. Yana ikkitalik bo'ldi. Da, ikkita двойнойda go'sht Menga tayyor. qo'ying go'shtlarni. Menga yaqinroq. Bo'ldi. hozir. Ikkita chekka bor двойной. Ikkovi ham. 16 bilan 6. Bo'ldi. O bitta odam ketdi hozir. Joyini tozalab olsam. Voy bulay, Mana go'shtlar $4 tayyor. berdi. $4. Ikkita двойной. $4. Двойной tayyor. Qani, tashlaylar. Birinchi 16 kelgan, 16 ga qo'ying, 16 ga mana. Yana ikkita двойной bor edi. Yana bitta. Yana bitta двойной tayyor. Biля, go'sht zakaz qilish kerak ekan, og'a. Qiling. Keling. Bo'ldi. Men tayyorlab turaman. Odam keldi, kassiyaga qarab o'yla, odam keldi. Hozir, 1 minut. Qarayapman. Xush kelibsiz opa. Arji. Bitta oddiy burger bering, bitta oddiy. Nima? Billa, arji. Nima qildim men? To'tin, chek. Yerga. Go'shtni yaxshi pishiring. Qo'ying yerga. Булочка не в своем порядке deyapti. Men sabirat qilmadim булочка, men faqat go'sht pishirdim. Mana maza qilyapti-yu, o'tgan bir oy avvalgi burgerlarni bersam ham maza qilyapti-yu. Mashina keldi, men qabul qilib keling. Yo, ular biz hali bunaqa konkurentimiz, raqobatdoshimiz ular menimcha. Ha, og'a. Men faqat go'sht pishirdim, sabirat qilmadim burger. Hammaga burger berib bo'ldi, davrik. Nima, patnis tozalab keldim. Yopilamiz og'alar, o'sha ketish kerak. Xolodilnikka narsalar Yana solib bitta qo'yib testi ketamiz. gap bo'ldi. Rostdan. Bu yana bitta odam kelyapti. To'xtanglar. Nasib samay turaylar. Nima so'raydi ekan bu? Hi there. Oddiy burger bor. Mana. Ancha bo'ldi. Svejiy deb sotingda jallab, san muomala qilishni bilmayapsizlar klientlarga. San muomala qara mana, svejiy mana. Hozir tandirdan chiqdi. Aha. Bo'ladimi? Zo'r. Go'zalmi? Nima dedi o'zi ota? Zo'r dedi. Dapa teskari taqlab tashlayapsiz. To'g'ri taqlayapti. Qizig'i yo'q, qanday taqlichingiz? Burgerda sedanasi yo'q-ku. Bo'ldimi, yopilyapti? Bor ekan-da, og'a. Sedanasi borgan burgerda. Ha? Bir tomoni gribochka Ha, ekan-da. ikki tomonida bor ekan, bola, qaranglar. Yo, bitta taraf tepaligi bilinib turadi, bosh kallasi. Yo'q, mana ikki tomonlama ekan. Qo'linglarga olib ko'ringlar-chi mana. Bilinadi, og'a, yerga qo'ying, mana qarang. Mana bu tepasi, mana yerga qo'yaman. Olib ko'ring. Ikkita tepa qoldiribdi, ikkita pastga berib yuboribsiz. Bu bo'lib turadi-yu, meni qoppa. Bo'laveradi, Uni odam ketib kelmadi. surga tashlab yuboraylik. Mana 21:00 gacha odam kelmaydi ekan. Sal men Ketdik uxlab. apsalar bilan ishlamayapmiz-da. Apsalar bilan ishlamayapmiz-da. Bugun yaxshi ish bo'ldi, bugun yaxshi ish bo'ldi. O'zi yozib qo'ygan ekan o'zi. 12.000 ku. Nima 12.000? Sheyx, gaplar. Pulini olinglarmi? Kelgan kiribdi tualetga. Oldi. Eshiklarni yopib kelaylik. Orqa taraflar yopib. Ha. Bo'ldi. Davrik, Bo'ldi, kompyuter ham o'chirildi. keling, Davrik. Nima? Og'a, keling. Nima? Nima qilmoqchi? Ha, kelmaydi. Hey, Filmingni istayapsizlarmi? Ha. Nima qilyapsizlar? Davrik. Yuringlar, ketaylik. Uyga charchadim, zayib bor. Charchab ketdim bugun ishlar. Davrik Do'konda ayollar nomi- hojatxonasi ekan. Nasibasi. Ketdi, yuringlar. O'z personajisi qanaqa? Charchadim. Andush charchadim. Ammo o'yinda bo'lsam qatib qo'yapti menda. Hozir ham 6 minut turibdi. Xo'p, qani bugun? Vo, bile. 17 dollar. Bile. $7 foydada. Yaxshi. Yaxshi. Hay billah. Ketdi, yuringlar. Sonsoxonaga Sonsoxonaga. Ochinglar sonsoxona. Og'a, to'g'ri sabirat qiling-da burgerda. Mana diyetistik burger ham qilishimiz kerak. Haligi semirtirmaydigan burger. Bizda solishadi. ekanda, hozir bugun ham eplab tursak. Qani? Bola. Odam chaqiraman men. Akalar qonun ilojim ertalabda mana vashchi zo'r ketaman, bu yuravering ekan bo'ldi. Zo'r qilib beradi hozir. Qani arzi tero? O'ta 7 dan qarayapti burgerni. 7 dan. Ha. Tayyor bo'ling. Qani bo'ldi. Bitta standartni burger. Standart? Qanaqa ekan u standart? Oddiymi? Oddiy. Qo'yingchi chekini. Chekini qo'ying. Hozir qo'yaman. Chekiga qarab beramiz. Tak, bu pasti qog'ozda, tepasi yonboshida. Pasti qog'ozda, tepasi yonboshida. 6-stolga ekan. 6-stolga bitta oddiy burger. Aka keling, ertalab burgerlar vashchi zo'r ketadi. Nonushta, kelavering aka. Ha, buni olib turib.
Ata ikkita bolamiz bor, qarang, вообще juda o'ta tartibli, чистый ish qiladi. Чистый ish qiladi, da. Bilaman, lekin bugun qo'lim bilan. Bugun qo'lim bilan. Kassaga qarang. Oddiy burger. Ikkita oddiy burger. Bitta двойной. Yo'q, bitta двойной ekan, ha. Mana двойноyimiz $20 ekan, u yetkizinglar. Og'a mana bitta двойной, ikkita обычный burgerdagi tayyor go'sht. Bo'ldi. Bitta двойнойni beringlar. Двойнойni qiling, men oddiyni qilyapman. Двойной ketdi. Qaysi biri двойной edi? Kassir Двойной, qaramasin, tap tarafdagi. sabir qilmasin kassir. Qo'chi, men qilib qoldim. 5-stol. Bo'ldi, endi siz tayyorlang. Mana akalar. Bungalaplar bo'lishib yeyishadi. Mana. Boring, ne, siz anaqalarga qaramang. Bo'ldi. Unaga. Oddiy, bitta oddiy. Bitta oddiy burger bo'ldi. Default. Tayyormi? Pishyapti, yarimi pishdi. Mana u nima stakan, mana yerda turgan bu nima? Olaveraymi uni? Og'a xaltura qilaylik, ortib qolgan go'shtlar ko'chaga olib chiqib sotaylik. Ana. Iflos, harom ishlar boshladi. Sizga lekin yaxshi narsa aytdi. To'layishni bilmasa bo'ldi biz. Ya, uni bunday qilamiz. O'zi yaqinda ochildi. Kelganlar bor-ku. Qaytib kelganlarni to'playmiz-da, qaytib kelganlar asta eplab borsa bo'ladi. Abro olmaydi-ku qaytib kelganlar. Tak, bo'ladi. Natali burgerlar. Kelganlarga olib ketaman men. O'zi qanaqa burgerlar Mana bor go'shtlar zakazlari? Zakazlari yo'q ekan-ku. Bizda Zakazimiz. menyuyimizda hozircha Mana o'zi managa qarasanglar, televizorga qarasanglar chiqar ekan. Chorniy burger ekan. Oddiy burger, yana chorniy burgerimiz. oddiy burger kerak ekan bitta. Tak, bitta ketdi mana. Oddiy burger. Tayyor oddiy burger. Bo'ldi, ketdi. Oddiy burgerimiz. Go'shtlarni. Go'sht qo'yay mana. Ikkita qo'ying go'shtni. O, biladi. Mayonez zakaz. Ketchup. Ha. Ketchup, Mayonez ketchuplar zakaz qiling. Piyozda. Yaxshi narsa. Faqat ketchup zakaz qilsa bo'lar ekan, ikkita. Ha, pax. Bo'ldi, qilavering zakaz. Go'shtlarni. Hozir kelar shofyor. Odam kelyapti, qaranglar. Tero qarab turing, men stol tozalayapman. Tur yo'qol, somseni urib kel deydi. Tero, kassaga qarab turing, odam kelyapti. Tozalayapti o'zini ko'chani. Bo'ldi. Zalda. Pullarni ham olyapsizmi? Opa, xush kelibsiz. Bitta oddiy burger bo'ldi. Hozir berib beraman. Bular fast foodimizdan pizzas ketyapti. Mana bo'ldi, oddiy burger. Temay qo'ying. Chalkashtirib Mana. 17 stol qadi. 17. O'ng tarafida, burchada. Nima degani? 15, 16, 17 lar. Opa mana. Mana shunga xursand bo'ldim men. Og'a, burgerlar kuyib ketmasin, go'shtlarni olib turing. Mana men go'shtga qaramayman-da. Mashina keldida. Darik tushunasizmi go'shtlarni? Tabrik. Qarayapti-yu. Ketchuplar avvalo. Qo'ying, bitta ketchup qo'yib bering. Sayoz. Go'shtlar patnisi mana orqangizda. Bo'ldi, topdim. Tayyormi? Keyin o'zim qarayman. Mashinani eshigini yopib yuboring chiqib. Ikkosi ham ketchupmi? Da. San bunday boshqacha narsa zakaz qilmadingizmi? Boshqa narsalarimiz bor-ku. Ketchup oling, idishiga oldingizmi? Ha. Akalar qaranglar. Oldim mana, og'a. Zakaz qana tushdi. Yo'q, hamma yo'q tayyor bizda. Bo'ldi. Yo'q, olib. Tapasi bilan. To'g'ri bo'ldi-yu, soat hali sotamiz. Hech kim jalba qilmayaptimi? Yo'q, hozircha jalba yo'q. Streamga kirgan layklar bosib qo'ysanglar zo'r bo'ladi deganlar. Ishchi olaylik. Mana rasm qo'yib qo'ygan ekan o'zi. Personajni alishtirsangiz bo'lar ekan. Keyingisida hozir emas, keyin akalar. Men bu oldim. Nega bu asosda? Ketchup qo'shib beramiz endi burgerlar qanaqa bo'lar ekan. Yo, o'zi ketchupli so'rashadi menimcha. Yo'q, qarasiga qo'shib qo'yibman. Yo'q, so'ramaydi. Burgerda ketchup bo'ladi-yu. Xo'p, qarab turing. Nechinchi leveldan soklar zakaz qilsak bo'lar ekan. Darik borib klient olib keling. Ko'chadan klient olib keling. Zalga qarang, 17 stol turibdi, pulini oling. Tualetni kim tozalayapti? Hello. Xush kelibsiz aka. Yana bittalik burger. Go'shtimiz bor. Yo'q, go'sht kerak emas hozir, cho'ta klient pasayib ketdi. Beraymi bittalik burger? Yo'q, bo'ldi, berib bo'ldi. Maza qilyapti. Darik nima qilyapti, chanlar? Qo'lmalashtiryapman. Ammo tualetni kim tozalaydi? Tarik tushunatamiz. Bo'ldi. Tualet. Kelmagan. Mana tushunmadim men. Qaysini? Bosib turasiz. Bering, tashlang, o'zim anaqa qilaman. Cho'ta bo'lmadi. Mishkani o'ng tarafini bosib kerak. O'xshamadi-da menda. Klient kelyapti, qaranglar. Burgerimizga nima dedik aka? Bilan ketchupli burgerimizni ko'rmay qoldim. 20 level вообще qizuv deydi. Ikkitalik burger двойной. Qarab turgan hojat Bu oddiy. Men o'zim qilib beraman двойной. Qanday tozalash kerak ekan? Bor, mana ikkitalik burger. Qo'ying. Cheki borga. Yo'q, hali hojatxonalar to'sib ochilmabdi bizda. Yo'q, opa baqircha qo'rdi. Qani, yo'q, maza qilyapti. Opa kelib turing, rahmat. Xush kelibsiz. Og'a 5-leveldan soklar ochilaman. Mana bitta sok quyib bersak bo'ladi. 2-level вообще qizuv deyapti-yu. Da. Daxo'ya narsa ochilar ekanda, qarang. Darik mana o'z qiling, mana axlatlarini. Bo'ldi. Sizlar qarang, anaqa qilaylar, zalga o'zim qarayman. Samorojinni kurinli burgerlar chiqar ekan, og'a. Yo'q-e. Da. Bitta burger olsa zo'r bo'lardi, opa. Mana shuni sotib yuboradi. Odam keldi, qaranglar. Klient. Hello. O, opam xush kelibsiz. Go'shtga qarang, harji. Qani mana yeb ko'rsinchi, turib qoladi. Mayonezi bilan. Bo'lmam, chiroyli qo'yapman, harji qarang.
Cho'tka og'a, ofitsiant Qani? bo'libsiz. Anaqa qolib. Bilay. Ha. Zal Men-chi? ishlaydigan odam Qani bo'lsa. zakazsiga o'xshab naushnik ham taqib oldim. Men-chi? Qani meniki ekan bu. O'zingiz rasmingiz bo'lar ekan og'a. Qiz bola bo'pti jallanma. Men zo'rmanmi og'a? Zo'r, o'yizga mos bo'lib turadi. Kuxnyamizda Odam kelyapti. qora tanli Ikkita go'sht qo'ying. Migratsionniy kelsa lekin orqa eshikdan qochaman. oddiy Bitta burger go'sht bor. qo'ydim. Yo'q oddiy burgerlar. Qanaqa Nimaga bir bo'ldi? xil bo'lib oldinglar? Qanday Bo'lsa ajratamiz? tashlasa bo'lmaydimi? Nimani? Tashamay. To'ldirsak bo'ladimi? Baklashgan. Ha, yo'q. Nima bo'ldi bitta bu bitta gamburgeri bo'lgan bo'lsa, buni ketchuplab turaman. Go'sht Bizlar tayyor yaxshimi hammasi? Nonlar ham bor ekan. Hammasini qarab qo'ydim, hammasi o'ynaylar. Tashamizlar. Qatib qoladi-yu. Isitib beraman og'a, esicha. Mikromoyovga borma bu yerda. Qayerda bor ekan? Borda, qayerdadir burchakda bo'lgan ko'radi. Paslarni u bile hali kufriylar ham qilsak bo'lar ekan. Da, yog' zagasi. Tero mayonezli uyga olib Go'sht tayyor. Go'sht tayyor. Firmenniy mayonezimiz bor, shunaqa qo'shib beramiz. Go'sht tayyor, klient kutib qoldi. Bu oxirgi klientimiz bu. Da, oxirgi. Qoching, Aka klient qochirmang. yoqimlishdi. Klient qochirmanglar. Klient qochirmanglar. Kim og'ziga Menga. qarab tursa, yoqamni og'ziga qarab tursa, nima ekan? Brat, burgeringiz shiringa o'xshaydi, bitta tishlay. Ey, ban, oting yomdimdi. Tayyorlab beringlar. Qorni och, kuni bilan ishlab. Sizga klientlarga alinyapti. Yo'q. Bo'ldi, yopaylik, ketdik. Akani yeyishini kutib olaylik. Yapamiz. Xonaga o'tib kelay, aka yeb olguncha. Bo'ladi 3 kundagi. Da. Tak. Mana morosilka bor ekan-ku. Mana morozil, u jala mana sklad bor ekan, mana sheplar o'tiradigan joy. Mana Hozir. Bilay, 20 yil bo'lsa ishlarimiz vashe oson bo'lib ketsa kerak-a. Pribl qanday? Yo'q, yaxshi yo'q. Namarot qoidadamiz bugun. Tak, $13 bo'ldi. Darki? Ha, bo'ldi, o'zim ham tozaladim. Bo'ldi, ketdik akalar uyga. Bugun yaxshi ish bo'ldi, ko'z tegmasin. Qani sekin ko'nikyapmiz-da. Da. Tero o'zinglar hojatga kirmayapsizlar. Biz nima qilamiz kerak? Reklama beraylik-chi, bir blogerlar chaqiraylik. Bolalar, Gaz qilish. blogerlar chaqiraylik. Qaysi blogerlar chaqiramiz? Kelinglar-chi, somsaxonaga. Somsaxonamizni kim reklama qiladi? Bo'ldi, brat. Sakrab chiqdingizmi jetliga o'xshab? Da. Kim qoldi kuxnyaga chiqinglar. Somsaxonaga kimni chaqirsak bo'ladi blogerlardan? Reklama qilib. Bu bizni somsaxonamiz. Biz dekoratsiyalarni ham alishtirsak bo'lar-ekan. Tezroq keling, davrik yopamiz, ketaylik, charchadik. Qancha pul topdik ekan bugun, ha? $123. Yaxshi. Yaxshi. Ochdim men do'konni. Men ertalabdan hojatxonaga o'tganmasam Oldi yurganing nima? bo'ldi. Nima yer nima ekan, moy eshigi ham ochib qo'ydim men bilmayman. Anavik moy eshigi nima? To'xta, qo'limni bo'lmaydi. Oy, odam kelibdi, qaramaysizlarmi? Oddiy burger. Arzi, tero, ketchup ekan. Bilan oshni qo'yamiz, bo'ldi, kerak emas. Qanaqa nimali? Normal. Oddiy so'raganlarga ketchup qo'shmaymiz ekan-a? Bo'ldi, tushundim. Tekardan ketchup ketkizmaysiz ekan odam. Ha, bo'ldi. Qo'l qilmaylik. 1, 2, uchinchisi go'sht qo'yganimizdan keyin biski. Yana odam kelyapti, qaranglar, go'shtni ko'paytirib olinglar. Yo, go'sht o'zi ko'p. Patnis qo'ymayman deyapti. Men qo'ymadim. Ammo ishchi opa kelyapti, rosa qonni ochib bo'ladi, двойной so'raydi, qarab turinglar. Yo'q, oddiy so'radi. Oddiy so'radi, bu ham 3 ta ketchup bilan. Ozmoni boshi bo'lib Tartib pishirib beraman. Oddiy burger bilan bitta 3x ketchupli. Ha, ikkita 3x. Tayyormi? Biriga 3x berasiz, 8 ga oddiy. Yo, 10. Da, 10 ga ham 3x. Da. Kelavering, Go'shtlar tayyor. Opalar kelyapti. Kelinglar opalar. Mana qo'ydim. 3x limi? Birga qo'ying. 3x tayyor. Olib borib beraymi? Ha, bo'ldi. Ikkinchi 3x 10-stolniki. Обычный gamburger. Обычный mana tayyor, обычный ham. Mana oling. Qo'shni olib borib beringlar. To'xta, ketmang buni. Qaysi? Bilad. Musriga. Yo'q. Boshlansa. Bilad, beravering shunday. To'xta, Yo'q, minus ball beradi. Sizga uzr. 10 ga 3x berasiz, 8 bilan 5 ga oddiy berasizlar. 8 ga mana oddiy qo'ydim. 3x li mana. 10niki. Olib keting, olib borib beringchi. Orqadan keling. Bo'ldi, ikki. Ha, bo'ldi. Gamburger oddiy. Moy ham tayyor o'zi. Bilad, uzr bola. Arzi topolmayapti. O'zim ham. Moy ham tayyor. Biroq qora tanli ekanda. Bilad, boring narsa zakaz qiling. Nima zakaz qilsak bo'lar ekan? Mayonez, sir. Odam kelyapti. 3x. Hozircha hech narsa. 3x li. 3x burger. Bo'ldi, hozir. 3 ta sousli to'ysiz. Bilad, gamburger. 5-levelda ancha narsa ochilar ekan lekin. Soklar. Slash cola. Soklarda chaqan olib qo'yamiz. Tayyor. 3x. Arzi. Ha, nega? Go'sht qo'yaveraymi? Ha, go'sht qo'ying. Chuplarni qo'yib. Da, go'sht tashinglar. Soat 2 bo'lib 4 ta qo'ysam yetar-a? 5 ta qo'ying. 5 ta qo'yingchi. Bugun 6 ta sotarmiz. Yo, sotilmaydi deb o'ylaysizlarmi bola? Odam kelyapti. Kelib chiqish to'ldirib kelib beray, vaqtim bor edi. Keling aka, keling opa. Klient keldi. Yaxshi Men muomala. qaytib ketdi. Qaytib ketdi. Yaxshi muomala qilmaysizmi? Ko'tga yaxshi muomala qildim, jirkanim qaytib ketdi. Bilad. Usqi. Bular hali men burgerim deb ko'rmaganda prosta. Sizga klient qochirdi davrik. Mana zalimiz to'ldir, lekin to'ldir zal. Muomala bo'ling davrik. Ha, menimcha ali shovqinligiga deb ketib yubordi. Davrik. Bu ham bormi?
Chaqirma buyini. Mo bitta standart bo'lyapti, Darik. Standart bo'lsa mana shuni olib ketaverasiz. Men qo'yib qo'yapman. Standart. Patnos qo'yaman. Oddiy standart. Ketibsiz. Bo'ldi. Odam kelyapti, qani. Kattaroq odam kelsa kam katta odam hamburger yeymi deydi. Mana cho'laksa yaxshi bo'ladi ishlarimiz. Kasaga qaraylar, men bandman. Aka keling. Hozir. Bo'ldi, chingim. Bitta двойной. Tayyor mana go'shtlar. Двойной? Ha, двойной ekan. Ketchup bilan. Bitta двойной, orasiga ketchup. Ketchup bilan. Tayyorlash ekan zakasi. Qani ekan zakasi. To'g'ri qildimmi? Двойной Bu 6-stolmi, 9-stolmi davri? Yozib qo'ygan. Sizga to'g'ri qo'yilgan bo'ladi. 6. Akana pulini hozir stolini tozalab beraman. Bunda $17 ishimiz yaxshi. Kero noto'g'ri ish qilibsiz, noto'g'ri. Nimaga noto'g'ri qilibman? To'g'ri qildim. Yiban kotletlar пережаренный очень сухая deyapti. Bala, очень сухая deyapti. Qurib yuborib, Tuqum bilan. kuydirib yuborib. Kotlet zo'r pishdi lekin. Tashang burgerni. Yeb ko'ring-chi, naxuy. Odam kelyapti, qaranglar, odam kelyapti. Normal yeb ko'rdim. Assalom, kelyapti, keling. Nima kerak? Oddiy burger. Stariy chekdi nima qiladi? Burger Tashang style. bo'ladimi? Tashorgan bo'ladi. Opa, siz To'xtang, kelmasizmi? Yorsiz narsa ko'ryapsizmi buni? Og'a boshqa miyasi qovuraman, bu ozgina kuyib ketdi-da. Bilan. Tashang buni ham. Kuyib ketgan og'a nabarot. Ha, kuyib ketibdi-ya bu. Ske. Kamchilikmi? Qani, idishlar. Tozaladinglarmi idishlarni akalar? Hamma yo'q bo'ldi. Hamma yo'q To'g'ri, cho'kdi. to'g'ri. Bilan minusga tiqilyapti arji. Oyligini olaylik. Kesib yuboring. Unaqa narsa Ekraninglarga qarab olsanglar ham bo'lar ekan. Ha. Esinglardan chiqib qolsa nimada. Saysan ekran bor, u yoqqa qarasizmi? Ekran bu yoqqa qarasizmi? Ish olaylik, bolalar charchadim to'g'risini. O'tirib. Ikkita ketchupli. Akalar, ikkita ketchupli oddiy. Somsa anaqasini qilasizmi? Qarang kotletlarga, yo'rim qara, ham bosh qilib olaylik. Disiplin naxuy. Ko'taman. Bo'ldi. 3 ta qo'ydingizmi? Da. Va oshiqcha go'sht kerak emas, oshiqcha. 7 bo'ldi soat. Qo'ydim. Oshiqcha. Kelinglar. Yana odam kelyapti. X. Teroiz olib beraverasiz ekan Aha. zakaz, odam kutib olaman. Keling aka, assalomu Men olib borib beraman, bo'shman. Arji mana. 5 yulduzli son zamonamiz xush kelibsiz. Divay. Bo'ldi. Haliga eshitmas kerak emas. Birat baqirib yubordi. Aytdim Divay. Divayno ketchupmi yoki обычный Aytdim. ketchupmi? Aytdim deyman, tayyor. Bo'ldi, boshqa go'sht shart emas. Odam kelganda go'sht pishiramiz. Cho'ta vaqtdan уже kechib. 1 soat bor ekan atak lekin. Yo, odam shart shak bosadi-yu o'sha paytda. Odam kelyapti, deymiz. Go'shtlarimiz ozgina hidlanib qolganga o'xshayapti. Kechdan vaqt kun zakaz qildim og'a. Apa qo'ytiraversa, muzxonada turibdi-yu. Fast foodda u mayonezlar hidi bilan bilinmaydi-da. Odam kelyapti. Tayyor turinglar. Pishigan, bir bitta go'sht, bitta go'sht. Bekor qildingiz-da. Amal. Divayno so'rab qolishim. Yoki kimdir kelib qolishim. Keling, opa, assalom. Og'ir klient bu. Nima ekan? Обычный с двумя кетчупами. Bu bitta go'sht qo'ysangiz yetardi, bilan go'sht qoram bo'ldi-da. Ske. Davrik o'zim yeyman. Kelak. Men bugun uchun qilmaganman. Hadi ishchilarni baqib yashaymiz ekanda. Ishchilar uchun ishlaymiz. Hali 50 ming so'mdan beryapman obetinglarga. Ko'p berganingiz yo'q bugun. Foyda chiqaylik beraman. Ske. Odam kelyapti Faqat qorinda. Bizni ko'ryapti. Odam kelyapti. Bilib turib qo'ydirgan. Bo'ldi. Qaranglar. Stol tozalab. Ko'timizda $1000 pulimiz bo'ldi, og'a matizosiga bo'la. Оборот pulu. Nima aytdi? Обычный стримя кетчуп. Bo'ldi. 3 talik mana. Tayyor. Qaysi bir ikkitalik? Bir ikkitalik, 5 uchtalik. Mo 3 talik qo'limdagi. 3 talik qaysi? Bir stol tozalab beraman. Bir Men bunisini olib borib beraman. Ha, 5 ga men ketdim. Birinchi stolga. Ana aka. Oho, deyordi-yu. Voy do. Shef o'g'il chaqiring deyapti. Opa, o'zingizga burger olibsiz, yigitingizga ham olib bersangiz bo'lmaydimi? Uyalmaysizmi? Shef o'g'il chaqiring dedi opa. Hali bitta situatsiya shunday bo'lyapti. Mo bola nishi bo'lgan. Yuring burgerimizni sen yer qodim to'q deb qiziga olib. O'ziga kartoshka zakaz qilib olgan, qarang Mana o'tirib. kartoshka frilandiya qo'ysa zo'r bo'lardi-da bolalar. O'lchalar xolodilnikka olib qo'yaylik, og'a. Ketamiz uyga. Tozalaylik, tozalash. Bolalar bitta nonni harom qildim. Davrikka bering, uyga olib ketadi. Ha, bering kaktras. O'g'ri Men bugun ovqat yemagandim. Bitta go'sht pishirib beraymi, og'a? Tayyor burger olib Yo, ketasiz. ketdi. Qo'llarni yuvib, sekin kompyuterlar o'chirib chiqaramiz bolalar. Og'ir klientlarni kuzatib. Kompyuterda o'chirdim. Hozir og'ir klientlarni sistemini tozalaylik. Opa bo'ldi. Birdagilar ham turdi. Ketinglar, Kelib turing ham deyapsizlarmi? Kelgan klientlar kelib turing, opa, kelib turing. Kelyapti. To'rinchi o'yin bo'ladi, yuringlarchi nimalar ochildi ekan? Bo'larkan. Ertaga 5 olamiz. 5 ta suvlar ochiladi. Bular biznes pin bo'lyapti endi. Bugungi Qancha prepon? Kunga yaxshi, klientlar ham yaxshi. Ko'z tegmasin. Normal.